poytaxtimiz bag'rida qad ko'tardi bir saroy. Yunusobod markazida kelib ko'ring Xon saroy. Universiam yonida Ahmad Donish tomonda bozor uchar qilay desang mega planet tayyorda. Nima qilasiz uy qurib Xon saroy bo'p turib, o'zingizni qiynaysiz tayyorgina uy turib. Sitidan hech ham qolishmas, buldingdan ham qolishmas. Gaplarim chin yolg'onmas, Xon saroy bu Xon saroy. Zamonaviy ko'rkam uy bu Xon saroy, Xon saroy. Yashash uchun shinam uy bu Xon saroy, Xon saroy. Ko'rganlar ham havas qilar Xon saroy, Xon saroy. Baxtli bo'lib yashash uchun mana sizga Xon saroy. Pishgan g'ishdan qurilgan yangi liftlar qo'yilgan. Oynasidan qarasangiz butun Toshkent ko'ringan. Bolalar uchun o'yingoh, mashina uchun turargoh. Andozasi Yevropacha, sifatlari o'zgacha. Nima qilasiz uy qurib Xon saroy bo'p turib, o'zingizni qiynaysiz tayyorgina uy turib. Sitidan hech ham qolishmas, buldingdan ham qolishmas. Gaplarim chin yolg'onmas, Xon saroy bu Xon saroy. Zamonaviy ko'rkam uy bu Xon saroy, Xon saroy. Yashash uchun shinam uy bu Xon saroy, Xon saroy. Ko'rganlar ham havas qilar Xon saroy, Xon saroy. Baxtli bo'lib yashash uchun mana sizga Xon saroy. Rasrochkaga beriladi, 2-3 yil to'lanadi. Sekin to'lab Xon saroylik bo'ladi. Narxlari ham qimmatmas, shartlari ham qiyinmas. Yugur chopa-chop yo'q, bunday ishingiz tez bitmas. Zamonaviy ko'rkam uy bu Xon saroy, Xon saroy. Yashash uchun shinam uy bu Xon saroy, Xon saroy. Ko'rganlar ham havas qilar Xon saroy, Xon saroy. Baxtli bo'lib yashash uchun mana sizga Xon saroy.